Mamlakatimizda ilm-fan, innovatsiya va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali hududlarning barqaror taraqqiyotini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli ishlar izchil amalga oshirilmoqda. Ana shunday muhim tashabbuslardan biri sifatida O'zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi tomonidan Namangan viloyatida barqaror energetika va sun'iy intellekt sohasida xalqaro ilmiy hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda. Bank moliya akademiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan seminarda Janubiy Koreyaning Chonnam Milliy universiteti qoshidagi mintaqaviy rivojlanish markazi delegatsiyasi ishtirok etib, barqaror energetika va sun'iy intellekt sohasidagi eng so'nggi ilmiy ishlanmalar taqdim etildi. Tadbirda akademiya mutasaddilari, Namangan viloyat hokimligi mas'ullari, O'zbek Gidroenergo va hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati vakillari hamda qayta tiklanuvchi energetika sohasida faoliyat yuritayotgan milliy tadbirkorlar hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan fikr almashdi. Namangan viloyatida qayta tiklanuvchi energetika samaradorligini qanday qilib sun'iy intellekt yordamida rivojlantirish va qayta tiklanuvchi energetika samaradorligini oshirish va hatto energetika eksportini rivojlantirish bo'yicha masalalar ko'rib chiqildi. Seminar davomida professor Be Jong Hwan boshchiligidagi koreyalik olimlar iqlim o'zgarishi sharoitida energetika resurslaridan samarali foydalanish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt orqali energetika tizimini boshqarishning zamonaviy mexanizmlari haqida ma'ruza qildi. Xususan, raqamli egizak texnologiyasi asosida ishlaydigan virtual qishloq modeli, quyosh energetikasi va energiya saqlash tizimlarini birlashtiruvchi innovatsion yechimlar taqdim etildi. Ushbu texnologiyalar elektr energiyasi sarfini va xarajatlarni kamaytirish, aholi daromadlarini oshirish hamda energiya samaradorligini ta'minlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. Namangan viloyatiga tashrif buyurishimizning asosiy sababi Chonnam Milliy universitetining mintaqaviy rivojlanish markazi, Bank moliya akademiyasi hamda viloyat hokimligi o'rtasida qayta tiklanuvchi energiya, xususan quyosh energiyasi sohasini rivojlantirish bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yishdir. Mamlakatingizda Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilayotganini yuqori baholaymiz. Bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va yaratilayotgan imkoniyatlar xalqaro hamkorlik uchun mustahkam zamin bo'lib xizmat qilmoqda. Biz ham ana shu ezgu maqsadlar yo'lida Bank moliya akademiyasi bilan samarali hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Seminar yakunida Bank moliya akademiyasi Chonnam Milliy universitetining mintaqaviy rivojlanish markazi va mahalliy hamkorlar Namangan viloyatida sun'iy intellekt asosidagi energetika loyihalarini birgalikda amalga oshirish, qo'shma ilmiy tadqiqotlarni yo'lga qo'yish hamda kelgusida xalqaro qayta tiklanuvchi energetika investitsiyalar forumini tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishdi.